Mana sizlarga noxush xabar. 5-yanvardan boshlab Sahroda turgan davlat raqamini olish uchun 3.502 ming so'm to'lov amalga oshirasiz. Azxon aka, Gaida mashina nimaga ko'payib ketdi? Probka bo'lyapti. Prosto nomer berilyaptimi o'zi? Mashhura, bugun Gaidagi mashinaning ko'pligini sababi damdan keyingi birinchi ish kunimiz ham haftaning boshi. Prosto nomerga keladigan bo'lsa, vaqtinchalikka 100% prosto nomer berish to'xtatildi Gaida tarafdan. Prosto nomer berish to'xtatilgan bo'lsa, aksiyaga tushgan 5.974 million nomerlar berilyaptimi hammaga? Aksiya vaqtincha edi sening. Bugundan 5.974 million nomerlarning narxi 7.4 ming so'mga, ya'ni o'zi narxiga qaytdi. Endi bundan bag'iga sening aksiya emas, jiddiy noxush xabarlarimiz bor. Noxush xabarlarimiz shundan iboratki, bugun 5-yanvardan boshlab Sahroda turgan davlat raqamini olish uchun jismoniy shaxslar 3.502 ming so'm, yuridik shaxslar uchun esa 5.150 ming so'm to'lov amalga oshirib, mashinaga qadashlari mumkin. Ha, aytgancha, hozir ko'p savollar bo'lyapti, ham telefonlarimizda, ham ofisga ham kirib so'rashyapti. Prosto nomer berish to'xtatilibdi. Nima qilib, qanaqa qilib olsak bo'ladi bu nomerlarni deyishyapti. Chunki sefrovod vaqtinchalik to'xtatildi-ku, programmada ko'rinmayapti. Aka-ukalarimiz sizlarga maslahat bergan bo'lardiki, o'zlaringga yaqin bo'lgan rep-triplarga kirsalaring, xuddi mana shu singari mana ko'rsatib yuborgan operator shunaqangi spiska ro'yxatlar chiqarib qo'yilgan har bitta gaylarda. Borasizlar, yo'qsa shu raqamlardan birortasini olasizlar 7.4 mingga. Agar yo'q, menga prosto nomer kerak deydigan bo'lsalaring, prosto nomer 10 kundir, 15 kunda kelsa, ana o'shanda olishlaring mumkin. Ungacha nima qilamiz? Biz yo'lda yurganda gaya olib kirib qo'yish mumkin-ku degan savolga ham javob berib ketamiz. Akalar shu osmotrga borgan paytlarida pechat bosib beradi gaya xodim, bugungi sanani yozib, shu kundan boshlab sizlarni ko'chada to'xtatgan yerga ko'rsatsalaring, gaya sizlarni jarima qilib mashinani olib kirib qo'ymaydi. Bu bo'yicha hamma ko'chadagi gayalardan xabari yetkazilgan, ma'lumot berilgan. Salomat bo'linglar. Bu videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'yinglar.